tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Shuna eng yomon kuning kunlarni ziyoda bo'lsin shuna. Darsxoning eliga, bo'yiga doim mana ochiq bo'lsin shuna. Kelajakda shuna nima niyat qilgan bo'lsang, niyatlaring bilan yur. Nasib qilsa shuna kelim bilan qo'sha qaragan omadli yigit bo'lgan shuna. Bu yoshlarni bir yuzlarini ko'rishni. Qarib o'lib ketguncha chirib ketgan. Tabriklayman shuna. Shuncha olamiz. Tabriklaymiz. 1998-yillar ha? Yusuf bilan gapi bor, Yusuf. Rahmat. Siroj aka, Yusuf ham on, Yusuf ham gapi bor. Tabriklang do'stingiz. Ishlarimiz tabriklaymiz. Nasib qilsa, kelajakda yuzlarga kirsin. Eng zo'rlardan bo'lish nasib qilsin. Bitta she'r ayting ishlar. Bitta she'r bilmayman. Oshna, eng yomon kun shunday bo'lsin. Nasib bo'lsa, baxtli bir xotining bilan senam. Ota-onangiz baxtiga sog' boshna. Eng yomon kun shunday bo'lsin deganlar. Tabriklayman. O'yinlar. O'yngar. Uka, mazal yetib chiqibdi. Hurmatli tomoshabinlar, bizlar Qashqadaryo Qamashi, xo'p, Ilida Dason ukamizda 1998, 28 yosh aka. Bugun mana og'aylar davrasida o'zimiz O'zbekiston 98larga nima deysiz? Butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Sog' bo'lsin. Yig'ilib tursin. Bizga o'tirsin man, to'g'ringiz. Rahmat. To'g'ri kelsa hozir bolalarni yig'ish qiyin, lekin og'aylar ko'z tegmasin, hammasi aka. Tomoshabinlarga, ota-onangizga, Toshkentdagilarga gapirib qo'y. Toshkentdagilar zo'rmisizlar? sinfdoshlaringiz. Kelmagan sinfdoshlarga Yaxshilasin. yaxshilasin. Rahmat. Dason akamiz to'g'ri bo'ladi. Salomat bo'ling, bitta like bosishni unutmang.